Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 31-mart. Bizda ochiq dala maydonimizda bir video obzor qilib holatini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mana 22-mart kuni ekilgan albanavli qulupnay ko'chatlarimiz hozirda donlarini termagandik. Mayda-mayda doni bor edi. Mana shunday mana hozir qizarib, chiroyli qizarib pishib qolmoqda. Hali barglari ham terilmagan, lekin juda kuchli immunitet, kuchli ildizga ega bu albanavi. Shuning uchun koreyskilarda bunaqa qilib bo'lmaydi. Koreyskilar gullar yulinadi. Mana shunday hosillarimiz daji pishish holatiga kelgan. Istagan yangi ekilgan, 9 kun bo'lgan. 9 kunlik ko'chatimiz yerga qadalgandan hosillari pishishni boshladi. Bu aslida bunday qilmaslik kerak, lekin men shu hosillarni pishtiradimi, qanday ko'chat o'zini tutadi, qanday xususiyatlarga ega, shuni ko'rsatish maqsadida men hosillarni termadim, gullarni. O'zi aslida gullarni terib tashlab ekish kerak edi, lekin sinov tariqasida shu ham hosil, ham ko'chat yerlardan biz ham hosil olamiz, ham ko'chat olamiz. Ikkovi birdaniga. Kuzatib borsalaring, mana shu yerdan navli qulupnaylarimizni holati, hosillari va ketishlari haqida to'liq obzor qilib boraman.